24 qism. Subat, bu sen? Hayran qılıp sen? Hayran qalma. Sen hayran qaladigan ishlar texa aldın da. Dedi o yenidən bir tal tamakini çıqırıb. Bu çağda yılıq ikisining birisi chaqqonliq bilan uning chaqmaq yiqib berdi. Sen nima qilmoqchi Subat? Men Soniya bilan ko'rishima. Dedim uning ko'ziga tikilib qarab. Aldırma Ziya. Onu bir ko'rib qolasan. Onundan burun ikkimiz birden paranglashaylik. Qandaq? Bo'lamdi? Yo'q, sen bilan paranglashqim yo'q. Avval Soniyani chaqir. Uni ko'rmay turib, sen bilan paranglashmayman. Dedim, men uning maqsadini bilib baqmoqchi bo'lib. Ondaq bo'lsa mayli. Mening vaqtim ko'p. Qachon paranglashqan kelsa, shu vaqt paranglashay. Lekin sana deb qo'yay. Vaqt o'tgan seri sanamı foydasiz. Men saqlagan bilan mening odamlarim saqlab bo'lanmay, Soniyaga adabsizlik qilib qo'yamikin deb ansiraydi. Ma'qul, men chiqay. O shundoq deb o'rnidan turishga tamshaldi. Subat, to'xtab tur. Dedim men uning chiqib ketishidan ansirab. Hozir paranglashqan yo'q edi. Dedi o kayniga o'rilib savol nazari bilan. Sen zodi nima demoqchi? Maqsading zodi nima? Shuni bir anglab baqay. Gapni agitmay, maqsadingni aniq et. Bu yak zodi meni nima kelib kelding? Dedim men uning ko'ziga mextaq qadilib. Subat o'z joyiga qaytib kelib ko'zimga birdam tikilib turgandan keyin beshidagi kapkisini qo'liga ilib, sochlarini silab qo'ygandan keyin gap boshladi. Haqiqatan aqlli ekansan. Men sening o'nchilik karomating bor deb o'ylab baqmagan. Sen mening maxfiyatligimni bilib olgan birdan-bir odam. Men shirkatda bir necha yil ishlash jarayonida ularning nurg'un savdo maxfiyatligini xo'jayinimga ta'minlab berdim. Bu jarayonda hech kim mendan gumon qilmagan. Lekin bu qitam sening meni bayqab qoldiganligingni o'ylabmi baqmabdi ekanman. Sen aşı bir raqamini o'zgartib qo'yib, mening bütün planimni yo'qqa chiqarding. Sen mening o'yin ishlatganimni bilib qilib, oshkorlab qo'yg'achqa, xo'jayinimning shirkati qoidaga xiloflik qilingan deb chiqarib o'tadi. Acaba bu ishlarda sening mas'uliyating yo'qmi? Endi buning o'rnini qandoq to'liqlaysan? Sen nima sababdan hisobotimga chiqilib, uni o'zgartsan? Dedi Subat bağancha asabiylashib. Men uning deganlarini anglab, danq etib turib qoldim. Agar bu xabarni men tunigun Tursunaydan anglamagan bo'lsam, uni o'yin o'ynayotdi deb o'ylagan bo'lardim. Hozir mana bo'g'a ishlarni uning og'zidan anglayapman. Bu ishni qandoq tushuntirib, qandoq bir taraf qilishim kerak? Qandoq Ziya? Bana qilganlaringning o'rnini qandoq to'ldirmoqchisan? Dedi u mening o'ylanib turib qolganligimni ko'rib. Hey, sen nimalarni deyapsan Subat? Men sening ishingdan tek hozir xabar topdim. Hisobotni o'zgartirishga kelsak, u bir tasodifiylik. Chunki men shirkatning u qurilishiga to'sqinlik qilmoqchi edim. San sababini deb bersam, lider u qurilishga meni mas'ul qilib qo'ydi. Senmi bilirsen, u qurilish ko'lami nihoyat cho'ng, bu shahar bo'yicha oldingi qatorda turadigan qurilish. Agar bizning shirkat tanlanib qolgan taqdirda, u qurilishga meni mas'ul qilib qo'ydi. Meningmi qobiliyatim o'zimga ayon. U qurilishning o'disidan chiqib bo'lmayman. Shuning uchun chandurmasdan sening hisob xotirangni o'zgartirib etdim. Ahvoldan qaraganda, sen shirkatning u qurilishini qilishini xohlab ketmaydi ekansan. Shundaqmi? Shunglashqa ikki xil hisob ishlab, birisini o'zining xo'jayinining shirkatiga, yana birisini bizning shirkatga berding, shundaqmi? Mardonlidir, sana haqiqatan bak ishinatdi. Sen o'zingning soyisidan o'zing qo'rqib chandurib qo'yibsan. Sendan bir savol so'rab baqay. Sen nimishqa ular bilan qarshilashsan? Xo'jayining bilan bizning shirkatning o'tirsida qandoq adovat bor? So'rdim men yondirib. Oy,
Qara mavuni. Bu yerga sen meni so'roq qilg'il keldingmi yoki men seni so'roq qilishga elib keldimmi? Bo'ldi. Ortiq gapni deyishmaydi. Men degan pulni elib keldingmi? dedi u jili bo'lib. Elib keldim, lekin oldi bilan Soniyani ko'rishim kerak, dedim tamkinlik bilan. Qaraganda qiyin singling bilan o'tiranglardagi munosabat xeyli yaqin o'xshaydi, ha? dedi u masxirlik kulib qo'yib. Uning bu gapini anglab cho'chib ketdim. Chunki Soniyaning Marda liderdan boshqa ayoldan bo'lgan qiz ekanligini faqat bir nechimizli bilardik. Subat, sen nimalarni deb ketding? U qandoqsigi mening? Bo'ldi, yoshurmasiya. Saniya bo'lsa, Marda liderning siritdan topgan bolasi. Uni sen faqat menni bilaman deb qoldingmi? Sana deb qo'yay. Bu ishlar sen o'ylagandek undoq oddiy ish emas. Gerçi Saniya uning pushti bo'lsa-mu, lekin u Saniyaga o'zining qizidek muomala qilmadi. Saniya bilan ikkilarning munosabati bir qadar yaqin. Buni men bilaman. Seni bu yerga chaqirishdagi maqsad sen biz uchun ishlaysan. Sening puling bizga lozim emas. Pul desang bizda yo'q. Sen faqat bizga moslashib, shirkatning savdo maxfiyatligini bizga ta'minlab tursang, seni ziyon tortqizmaymiz. dedi u aniq maqsadini ifodalab. Qaraganda u Soniya to'g'riliq xil ishlarni bildiganda qiladi. Bu mumkin emas. Sen meni ayolimga sotqinlik qil demoqchimi? Bu ishni men qilolmayman. Sen degan pulni elib keldim. Darhol Soniya bilan ikkimizni qo'yib et. dedim men zardi bilan. Sening bo'ri kelmasimi, bo'ri keldi deb to'laydigan odam ekanligingni obdan bilaman. Sen xiyolingda ayolimga sotqinlik qilmadim deyalamsan. Bayatin hikoyangni xeyli yaxshi to'qiding. Hey, Izzat. Sen bu kasbga zoyi ketibsan. Aslida yozuvchi bo'lgan bo'lsang, yozgan kitoblaring noiti bozorliq bo'ladi ekan. Sening uning bilan to'y qilishingning o'zi bir aldamchilik. Sen Soniya orqali boshqa bir shirkatga hisobot xotirasini setib eding. Shundaqmi? Kallang xeyli ishlaydi desam, sening kallangmi oddiy kalla ekan. Sana telefon qilgan vaqtimda nemishqa 200 ming yuan og'ach kel deganning ma'nosini endi tushungansan, ha? dedi u mag'rurlach kulib. U bu gapi bilan meni yana bir qitim hayron qoldirdi. Ajiba Soniya hamma ishlarni oshkorlab qo'yganmidi? Men shularni o'ylagach, farzimning xato bo'lib qolmasligi uchun uningdan qaytilab so'radim. Sen bu ishlarni qanday uqding? Qanday uqding deb so'ramay, sen kim deb so'rab baqsang to'g'ri bo'ladi. U shundoq degunicha yendik odamga sharat qildi. U odam chiqib ketib, hayol bo'lmay Soniyani boshlab kirdi. Soniya hechnimi bo'lmagan bo'lib, balki boshqa chog'dagidan xushal ko'rinadi. Soniya? Siz? Bu zodi qandoq gap? dedim men hech nimani anqiramay. Sizga qo'l qo'ydim yuzna. Haqiqatan jigaringiz bor ekan. Agar sizning o'rningizda boshqalar bo'ladigan bo'lsa, bu yerga hargiz meni deb kelmaydi. Buningdan sizning yaxshi odamligingizni bilib olg'ili bo'ladi. Sizga desam, bu umrimda bugunkidek xushal bo'lib boqmagan. Buning sababi men dadamni topdim. Ikkinchidan sizdek jigarlik, samimiy bir yigitni uchratdim. Uning qo'lini yechib etinglar, dedi u meni hayron qoldirib. Nim dedingiz? Dadamni topdim? Endi bu qandoq gap? dedim men Subat bilan Soniya ikkisiga tangla qarab. Bo'ldi Ziya. Endi haqiqiy ahvolni sizga aytib beradigan vaqt keldi. Bu yer paranglashishga apsiz. Hayotimdan beri sizga ba'zi o'ng'aysizliklarni tug'dirib bergan bo'lsak, ko'nglingizga olmassiz.
Endi biz haqiqiy gapga kelaylik. Qeyni biz bilan meni. dedi u keyniga o'rilib ishik tarafga mang'ach. Uninggacha u ishkaylan kelib, mening qo'limni yishib bo'lgan edi. Men ishkilinib turmayla ularning keynidan ergashdim. Chunki bu ishning tafsilotiga haqiqatan qiziqib qolgan edim. Men yer osti uydan chiqib, ularga ergashib dachining ichiga kirdim. Pah. Dachining ichimi xuddi xon saroylaridek shunday hashamatlik bo'lib, bir tal osmichirog'ning qimmati mening 1 yillik ish haqqimga to'g'ri keladi. Ishikdan kirgandan keyin zalning ostiga silingan chatning dongliq shungilamlari va ipak dariza pardalari, zaldagi yumshoq kreslolar. Ish qilib, men umrimda hashamatlik uyni tunji qitim ko'rishim edi. Saniya meni zaldagi yumshoq kresloga boshlagandan keyin yandagi uydan bir qiz chiqib oldimizdagi jo'zga har xil noz-ne'matlarni tizib atgandan keyin kristal chinalarga do'g'ab qilib ilib keldi. Qeyni yezna. Balkim usab turgansiz. U shundoq deginicha bir chini do'g'abni menga tanildi. Demisimi haqiqatan usab aran qolgan edim. Shunlashqa takallub qilmayla uning qo'lidan chinini ilib bir ko'tiribla hammani ichivatdim. Iliq qiz yana liqlab qo'yib chiqib ketdi. Endi zalda Subat, Saniya va uchimizli qolgan edik. Endi sizga haqiqiy ahvolni aytib beray. O shundoq deb turishig'la yandagi uydan yosh farqi marda liderdan farqlanmaydigan, boshlarga oqsanjigan, o'ttiri bo'y, chiroyidan illiqliq yig'ib turadigan bir odam chiqib keldi. Subat bilan Saniya uni ko'ribla o'rnidan turdi. Men nima qilarimni bilmay, o'ng'aysizlanib o'rnimdan turdim. Ha, bo'ldi, o'ltiring yigit. Siz degan bu uyga mehmon. U shundoq deginicha men bilan ko'rishib o'ltirishga taklif qilgandan keyin Saniyaga g'izashdi. Qani, kang tashab paranglashinglar. Siya, sizga endi haqiqiy ahvolni desam, bu yoq mening dadam bo'ladi. Sizmi anglagan bo'g'idingiz. O'z vaqtida dadam haqiqiy ahvolni anglagandan keyin opamning xatoliqidan ko'ngli ranjib, yoqi yurtlarga chiqib ketib, musofirlikning dardini yetkicha tatib, o'z oldiga quruq qo'l egilik tiklab, hozirgi kunga keldi. U har qitim Mardan liderning o'zlariga qilganlarini o'ylasa, qaytadan g'ayratga kelib, nurg'un jafolarni yengib, shirkat qurib, o'z egiligini tiklabdi. Bu jarayonda necha qitim meni izlab kelmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, mening Mardanning pushtidan bo'lgan bola ekanligimni bilgachga, meni izlashga ra'y bo'lmabdi. Garchi men Mardanning pushti bo'lsam-mu, kichigimda mushu dadamning bag'rida cho'ng bo'lgan. Bir balaning bu dunyoga to'rilishiga sababchi bo'lgan odamimla dada demaymiz. Men uningga nafratlanaman. U dada bo'lishga munosib emas. Hayvon jinidimi? O'z pushtidan bo'lgan balasiga undaq qilmaydi. Saniya shundoq deb isa deb yig'lashga boshladi. Men uning bu yig'lashini birdamlik hayajondan deb o'ylabdiman. Afsus, uningki keyingi gaplarini anglab achchiqdan titrab ketdim. Saniya dadasining va Subatning tasalli berishi bilan gapini davomlashtirdi. Opam tugab ketdi. Mardan mening holimdan xabar oldi. Albatta undaq vaqtda uning qilgan mehribonligi onamdan ayrilib qolganligimga tasalli bo'ldi. Lekin opam tugab ketib 2 oy bo'lgan vaqtda bir kuni oqshimi u g'iqqida masolatda uyimda paydo bo'ldi. Men uni undaq qila deb o'ylamabdiman. U chiqib ketmasdan mushu yerda qo'nib qoladiganligini aytdi. Men ortiqcha o'ylamay uni qo'ndirib qopdiman. Lekin u hayvon majburiy holda yalvarishimga qaramay mening nomusimga tegdi. Bir kecha yig'lab chiqdi. Atsi u maslikidan yeshilib, o'zining nima ish qilganligini bilgandan keyin yig'lab turib mendan kechirim so'rab, bu ishni hech kimga aytmasligimni o'tinib, yalvarib turibdi. Men bu amalning yo'qligidan uning deganlariga qo'shildim. Chunki u mening holimdan xabar oladigan bir odam edi. 25-qism.
Saniye gap qilib o'tib shu yerga kelgan vaqtida mingimdan kirgan bir achchiq butun badanimni bir oldi. Qarasam, Saniyaning dadisimi achchiqdan titrab, Krisloni qo'li bilan ching tutib olgan edi. Men Marda liderning bundoq paskashligini o'ylab boqmagan edim. Subatning bo'lsa, qo'shimlari turilib, bir nuqtaga ko'z tikinicha o'ltiratdi. Saniya gapini davomlashtirdi. Shundan keyin atrofimdagi hamma odamlarga dushmanlik nazarim bilan qaraydigan bo'ldim. Har qitim uni ko'rsam chaynab purkib etkib keladi. Uning mening oldimda tilqisinchiligi bo'lg'achqa, nimani talab qilsam shuni darhol bija keltiradi. Men uningdan tarmoq shirkatini talab qildim. Lekin u rad qilib etdi. Uning ustidagi shirkat uning ayolining nomida bo'lg'achqa, ayoli tugab ketishdan burun vasiyatnoma qoldirib, shirkatni intizor to'y qilgan hamalla uning to'liq huquqli shirkatga egdorchilik qilish huquqini yurgizganligini aytgan ekan. Men ikkinla to'y qilganiga qadar har amallarni qilib, uningdan o'ch elishni planlab keldim. Va shu orqali jamiyatning qorong'u ko'chalaridagi yaxshi yomon odamlarning hammasi bilan yiqilishib, o'zimga orqa terak izladim. Va shu jarayonda ularning shirkatini kontrol qilib turadigan Savdo sanoat boshqarish idorasining boshlig'i xalq bilan tanishib, uning o'yinchisi bo'ldi. Mardan bilan oramizda shu ishlar yuz bergandan boshlab, ta hozirgacha bo'lgan ishlarni sir tutib keldim. Chunki men hech kimga ishonmaydim. Taki bugun tutqun qilganga qadar mening birmi yaqin odamim yo'q deb o'ylaydim. O'ylamgan yerdan mana dadam paydo bo'ldi. Paydo bo'lgandimi meni bekli hayron qoldirdi. Men Mardanni qaqti so'qti qilib yurib, bir necha yerda sayohat o'rni ochdim va topgan pullarimga bu yerni sotib oldim. Asli mening xiyolim Mardandan o'ch elib bo'lgandan keyin bu yerga kelib tanho yashash edi. Shuning uchun necha yil kuch sarf qilib, bu yerni xiyolimdagi go'zal bog'chamga aylantirdim. Mushu necha yil jarayonida bu yerni tanishlarimdan hech kim uqmaydi. Ba'zida bu yerga kelib, o'zim tanho holda bir necha kun turib ketdim. Mana oxiri bütün ishlarning tafsilotini oshkorlaydigan vaqt keldi. Men barliq ishlarning hammasini sizga aytib berdim. Endi tanlash sizda. Yana uning uchun ishlamsiz yoki Asiya shundoq deginicha ko'zdagi yoshni surtib o'tib men qaradi. Amaliyotda men chakina yo'ldan chiqqan deb o'ylagan bu qizning bunchalik da'diborligini va bunchalik xayratlik ekanligini o'ylamabdi ekanman. Hey, undaqda Subatni sizning o'g'irlashtirishingiz bo'yicha shirkatga so'qinib kirganmi? Yo'q, o'g'lim. Bu to'g'riliq men so'zlab beray. Men o'z vaqtida bu shahardan ayrilib, musofir bo'lish jarayonida Subatni uchirtib qoldim. Bu chaqda u ota-onasi yo'q. Tashlandiq bola ekan. Men uni yenimga tortib, holidan xabar oldim. O'zim jafo tortib ishlasam-mo, uni o'qitdim. Keyin u o'qish bitirib, yaramliq odam bo'ldi. Men kishining yurtida musofir bo'lish jarayonida Mardandan o'ch elishni bir sekundmi esimdan chiqarib qo'ymadim. Jafoliq ishlab, quruq qo'l egilik tikladim. Va o'g'lim Subatni Mardanning shirkatiga o'ng'ishli kirgizdim. Asli bu qitim uningga cho'ng bir zarba bermoqchi bo'lgan edim. Afsus, ishlar oshkorlanib, bu fursatdan mahrum qoldik. Endi sana haqiqiy ahvolni aytib bersam, unda qurilish azaldan mavjud emas. U bizning o'ynagan o'yinlarimiz. U qurilish odatdagi qurilish. Bu qurilishni huddiga olgan shirkat oldi bilan o'zining yenidan pul chiqarib, qurilish bitib bo'lgandan keyin huddiga bergan shirkatdan pul oladi.
Lekin u chaqda bu shirkatning mavjud emasligini bayqaydi. Sen acaba Mardon buningga sal qarg'anmidi deb o'ylab qilishing mumkin. Bundaq emas. Umu shirkatni tekshirib baqqan. Lekin bizning uningga amalimiz bor. Chunki Subat saxta isbotdan birini yasab, ularning sistemasiga kirgizib qo'ygan. Bizlar kuchab davrang selib bu ishni texmi rost ko'rsatdik. Lekin ba'zi shirkatlar foydaga qiziqib, bu qurilish huddiga oladigan sodini har amallarni qilib, qo'liga keltirishga kuchidi. Masalan, ilib esaq, qizim Soniya orqali sana pul bergan yiliq shirkatlar. Agar qizim Soniyaga necha vaqtdan tonishlik berib, uni izlagan bo'lsam, bu qitim Mardon butunlay tugishatdi. Hey, afsus. Sening bir raqamni o'zgartishing bilan u qutulib qoldi. Biz deydiganni deb bo'ldik, o'g'lim. Sen baribir ularning kuyo'g'li. Shundaqdimi, senda vijdon bordi deb o'ylayman. Qolgan tanlash o'zingda. Yanıla onu tanlamsan yoki bizni tanlamsan. Soniyaning dadisi shundoq deb gapini oxirlashtirib, Soniyaning beshini silab qo'ydi. Men uning gapini anglayotgan bo'lsam-mu, xiyolim mavdochi deydi. Bir qiz bolaning bundaq ashamatlik bir turalg'uni bu holatga ilib kelishi haqiqatan oson emas edi. U xiyolidagi go'zallikni bu yerga barpo qilgan edi. Lekin ularning savoliga javob berishga ojizlik qilardim. Gerçi severlikning hammasi Mardonda bo'lsa-mu, lekin intizorning bu to'g'riliq diliga azor berishni xohlamaydim. Turibla intizorga ichim og'rib qoldi. Chunki u bo'layotgan ishlar bilan munosabatsiz turib, chetilib qilyotdi. Qanday qilishim kerak? Eng yaxshisi bu ishlarga aralashmay, ular nima ish qilsa mayli. Men keyingi kunlarimda intizor bilan tinch, xotirjam yashasam bo'ldi. Qandaqsi ya? O'ylanib bo'ldingizmi? So'radi Soniya xiyolchan ko'zlarimga qarab. Endi Soniya, men qanday qilishni bilmadim. Amaliyotda bu ishlar bilan mening aloqam yo'q. Shundaqla sizlarning ishinglarga aralashqim yo'q. Gerçi Mardon o'rnini to'liqlab bo'g'il bo'lmaydigan xatolik sodir qilgan bo'lsa-mu, lekin intizor gunohsiz. Har qanday odam o'zining qilganlariga hamon bir kun badal to'laydi. Men bu sabablik intizorning ko'ngliga azor berishni xohlamayman. Qanday qilsanglar, u sizlarning ishinglar. Lekin meni aralashtirmanglar. Bizning deyishgan gaplarimiz mushiyat qilib qolsin. Sizlarmi meni ko'mgan bo'linglar, men sizlarni ko'mgan bo'lay. Dedim, ko'nglimdagi gaplarni ularga aytib. To'xtang o'g'lim. Biz hargizmi intizor ishkanlarning turmushiga daxli yetkazadigan ishni qilmaymiz. Siz faqat shirkat turib, bo'layotgan ishlardan bizni xabardor qilib tursangiz bo'ldi. Dedi Soniyaning dadisi qisqacha tushuntirib. Men sizlardan bir so'rab baqsam, sizlar zodi qanday qilib uningdan o'chanmoqchi? Sizlar uni vayron qildinglarmi deyli? U vayron bo'lsa intizorningmi bu hayotga bo'lgan ishonchi susishidi. Nima degan bilan u ayolimning dadisi, uning ustiga intizor bayoshat turmushga ko'nib qolgan. Biroqla hamma narsadan ayrilib qolsa, u buni qabul qila oladimi? Agar mening sizlarga yordamlashib, dadisini vayron qilganimni bilib qolsa, u qanday qilar? O'tgan ishlar o'tdi. Hozir sizlarning ishinglar shundoq yaxshi ekan. Shundoq bo'lgandan keyin bu ishlarni bo'ldi qilib o'tib, raqobatdan yiroq turib tinch o'tsak yaxshi emasmi? Dedim, men ularni niyatidan yondirmoqchi bo'lib. Siz bizning nima demoqchi bo'lganligimizni toza tushunmagan o'xshaysiz. Albatta, siz degandek bu ishlarda intizorning hech qanday mas'uliyati yo'q. Barliq mas'uliyat uning dadasida. Sizga va'da beray. İntizar hech nima bo'lmaydi. Faqat biz uning dadasini vayron qilsaqla bo'ladi. Dedi Soniya menga tushuntirib. Soniya, amaliyotda sizning deganingizni men tushunyapman. Siz yanıla o'zingizning gapini qilyapsiz. Amaliyotda Mardon liderni vayron qilaman deysiz. Uni vayron qilganlik intizorni vayron qilganlik. Gerçi Mardon lider odamning ishini qilmagan bo'lsa-mu,
lekin qilganlariga pushaymon qilgan bo'lishi mumkin. Siz uningdan o'chilish orqali azobingizni tugatmoqchi. Lekin o'ylab beqing, sizning shuning bilan tugamdi. Siz uning qilganlariga badal to'latmoqchi. Sizni shunday qildi deyli, lekin boshqalar qarab turamdi. Sizmi asli burun sodda qiz ekansizga. Beshingizga kelgan qismatlar sababidan bundoq tavlinib chiqibsiz. Acaba boshqalarning beshiga mushundaq kunlar kelsa, ular qanday qilar deb o'ylamadingizmi? Siz qilganni boshqalar qilolmasmi? Shuning bilan bu adovat mangu tugamaydi. Hatto bolaringlardan bolalariga qoladi. Vaqt kelsa, toshqanmi odam tishlaydi degan hikmatni bildigansiz. İntizar gerçi yetishni uqmagan bo'lsa-mu, keyincha baribir uqidi. Bo'ldi Saniya. Endi meni izdimang. Mening xotirjam o'tkim bor. Agar qulaysiz bo'lmasa, meni mashinamning qishiga yetkazib qo'ysanglar. Yoki o'zim ketaversammi bo'ladi, dedim men o'rnimdan turib. Ishqilib yaxshi o'ylashingiz ya. Siz baribir u oilada turib bo'lolmaysiz. Dedi Saniya meni qoyil qilmoqchi bo'lib. Hamma ishni vaqt belgilaydi. Hozir oldirib yakun chiqamanglar. Bo'lsa, ko'ngildagi adovatlarni yuvitinglar. Men Saniyaning gapiga qarta javob berib, eshik oldiga berib bo'lgan edim. Eshik oldidagi ikki qo'g'dug'ichi oldimni to'sdi. Bo'ldi. Uni apirib qo'yinglar. Saniya shundoq deginicha boshqa yoqqa qarab oldi. Qaraganda uni niyatidan yondirish oson emasdek qiladi. Meni ilib kelgan uchaylan qaytadan ko'zlarimni tingib, mashina bilan men mashina to'xtatib qo'ygan yergacha akilib qo'yib, yan telefonni qaytarib bergandan keyin men qo'zg'alib bo'g'ichi qarab turib, uning keynidan ketib qoldi. Men mashina haydab 1 kilometr yo'l mang'andan keyin yo'l bo'yida mashinani to'xtatib qo'yib, telefon paranglashayotgan Xoliqning inisi Muxtarni ko'rib qoldim. U men avatgan o'rin belgilash uchuri bo'yicha meni izlab kelib, keyin mening telefonimni ular ilib olgan chog'da meni topolmay Xoliqqa telefon qilib timsiqlab yurgan edi. Aka, uni topdik. Ular meni ko'rib telefonda shundoq dedi va Muxtar mashinadan tushib, yenimga kelib Soniyani so'radi. Bo'ldi, uning bilan ko'ringlar bo'lmasin, dedim men parvosizlar. Nima? Akam uni elib kelib, men bilan ko'rishtiringlar degan. U zodi qini. So'rdi u gumon nazari bilan. Ey, sen gap tushunamsa, tushunmamsa, uning bilan ko'ringlar bo'lmasin da'vatimi? U yaxshi, dedim men zardi bilan. Bu gapingni biz bilan berib akamga degan. Akam saqlab qoldi. Sening mashinangni bizning bir odam haydab mangsin. Sen bizning mashinaga chiq, dedi u buyruq talaffuzida. Uning buyruq qilishidan hujjida achchig'im kelib, mush bilan chiroyiga o'g'im kep ketdi. Ey, sen kimga buyruq qilyapsan? Sana deb qo'yay. Men gap qilgan vaqtingda pozitsiyang joyida bo'lsin. Ma'qul aka, mashinaga chiqib beramlar. Akam o'zlari bilan ko'rishmoqchi ekan, dedi u kinoya qilgandek mashinaning eshigini ochib, menga yejib turib. Xoliqning men bilan nima to'g'riliq paranglashadiganligini bilib biqish uchun ularning mashinasiga chiqdim va mashinaning ochiqchini ularga berdim. Mashina 1 soat atrofida yo'l mangandan keyin meni shaharning chetidagi yilqi tunji qitim ilib kelgan Xoliqning shaxsiy turalg'usiga ilib keldi. U bu shaxsiy turalg'usini xizmatga o'ltirish jarayonida pariyab topgan pullarga solgan bo'lib, odatda pek maxfiy tutadi. Lekin uning mening ko'zimni tingib qo'ymayli ilib kelganiga hayron qoldim. Yo'g'on qo'sh qanotli darvozadan kirib, binoning 2-qavatiga chiqdik. Muxtar bir uyning eshigini chekib, Xoliqning ovozi anglangandan keyin meni ilib kelganligini aytdi. Xoliqning ep ko'ringlar, deyishi bilan Muxtar bilan uning ikki odami xuddi meni jinoyatchidan ishtirgandek ishtirib kirgizdi. Bu uyning ichi onchi bek hashamatlik sarimjonlashtirilmagan bo'lsa-mu, shahar ichidagi mehmonxonalardan qilishmaydi. Men xuddi bir mehmonxona yotoqqa kirib qolgandek his qildim. Uyning ichiga qo'yilgan ikki yumshoq karvatning o'ttirsida bir tal tompuchka qo'yilgan bo'lib, uduldagi tamda nipiz yo'g'on bir televizordan mo'nliq bir naqsh chiqib turadi. Karvatda bo'lsa, badallari 20 ochiq, chochlari sapsiriq oq pishmoq bir qiz yotqonga yo'ginib o'ltirib telefon o'ynayotdi.
Xaliq bo'lsa uzun uxlash kiyim kiyib olgan bo'lib, kresloda tamaki chekib o'tirardi. Yigirma oltinchi qism. Ha. Kelaziya, uzun bo'pti, ko'rishmagini. Qani, yinimga kelib o'ltir. Dedi u meni o'ltirishga taklif qilib. Men taklif qilmayla uning yiniga kelib o'ltirdim. Xaliq yiliq siriq chashli qizga ishorat qilgan edi. U darhol uzun bir uxlash kiyimini yipinchaqlab sirtga chiqib ketdi. Ziyofkam, amdi gapga kelayli. Ha, Soniyani elib kelmabsan-ku. Zodi nemish bo'ldi? So'rdi u to'yan ovozda. U kelmaydigan bo'ldi aka. Bo'ldi, uning gapini deyishmayli. Nima? Deyishayli? Qarg'anda uni bir narsa qilib etganga o'xshamabsan. Rostingni ayt. Dedi u menga gumon nazar bilan qarab. Men uni hech nima qilmadim aka. Uning dadasi qaytib kelibdi. O'zini tutqun qilganmi, Saniya o'zi shukan. Bu qitim uningdan ko'nglim bakli ranjidi. Hamda uni ko'gim yo'q, dedim uningga qisqila tushundirib. Ha, mundaqda. To'g'ri, uning dadasi o'z vaqtida ularni tashlab ketibdi ekan. Xap, ma'vu ishni. Xaliq shundoq degunicha xuddi put ko'ygan to'qidek tipirlab, uy ichida uyoq bu yoqqa mingishqa boshladi. Nima, bir ish bo'lmagandi? Dedim men uning kayfiyatiga qarab. Ahvoldan qaraganda senmi uning bilan chiqisholmaydigan o'xshaysan. Men sana asosliq maqsadimni aytib beray. Soniya bilan ikkimizning o'ttirsidagi ishlarni faqat sen bilasan. Bu men uchun bir bosh og'riq edi. Seni oshkorlab qo'yamikin deb bak ansiraydim. Hamda qarasam, bu ansirishim hojatsizda qoladi. Soniyali bo'ladi ekan, men dakki-dukkida o'taman. Chunki uning qo'rsqida mening balam bor. Amon bir kuni menga avorchilik deb berdi. Balını aldırıp öteyli desem unmedi. Chunki uning birdan bir maqsadi men orqali Mardonga zarba berish. Uning Mardonga nemandoq o'sh qiladiganligini faqat bilamadim. Mardon sening qiynotang. Lekin sen Soniyaning domiga tushib, qiynotanga foydasiz bo'lgan ba'zi bir ishlarni qilding-ku deyman. Dedi u mening ko'zimga qarab qo'yib. Xaliq aka, siz nim demoqchi? Uya bu yerdan so'zlab kallamni o'mach qilyaptingiz. Haqiqiy maqsadingizni bilib boqay, siz zodi nima ish qilmoqchi? Dedim men yondirib. Balkim maqsadimni tushunmagan o'xshaysan. Aslida bugun Soniyani tepib kelgan bo'lsang, uni hayot qo'ymaydi. Hamda texmi xatarlik. Uni ojuqtirib etishim kerak. Buning uchun albatta sening yordaming bo'lmasa bo'lmaydi. Dedi u yinimga kelib mo'ramga urib qo'yib. Uning gapini anglab cho'chib ketdim. Bu odamlarga nima bo'lgandi? Soniya bo'lsa o'z dadasidan o'chanmoqchi. Endi mau xaliqchi. Qo'sqida o'zining pushti tursa, uni ujuqtirmoqchi. Nima? Xaliqqa siz Rasululloh bo'ldi, hayajonlanma. Ashunda qilmasam bo'lmaydi. Men bu hozirgi o'rnimda uzun muddat o'ltirman desam, yo'limdagi putli qashang bo'lganlarni tozlamasam bo'lmaydi. Soniya va uning qo'rsqidagi balo men uchun cho'ng tahdid. Mening hamma ishlarimni u biladi. Dedi u mening o'rnimdan turib ketganligimni ko'rib. Undaq bo'l sizdan so'rab boqay. Siz uni bir taraf qilib bo'lgandan keyin meni bir taraf qilmoqchi, shundaqmi? Sizga deb qo'yay Xaliq aka, qonun bilan o'ynashmang. Ilmo aqlingizni topsangiz ulgursiz. Sizning gunohingizni yuyishingizga yordam qilsam bo'ladi. Lekin bundaq ishplasishni qilishingizga yordam qilolmayman, dedim mardonlik bilan. Ish qilib bu vaqtda o'zimga bundaq jur'atning nerdan kelganligini o'zimmi bilmaydim. Demisimi, men mushu qisqig'ini bir necha oyning ichida xeylicha qishlarni beshimdan o'tkazgan edim. Sen nimani bilading?
Men faqat mening ishlarimni bildiganlarni ko'zdan yo'qotsamla, hech qanday ishim oshkora bo'lmaydi. Sening nim sababdan mening oldimda dodil turib, bu gaplarni qilayotganligingni obdan uqaman. Chunki sende heyliqi barmoq diski bor. Şoңlashqa men sana çekilmayman. Belki etibarlab ishlataman. Lekin sen mening deginimni qilishing kerak. Saniyani ko'zdan yo'qotishimga yordam qilsanglar, qanchalik pul desang, mana men beraman. Agar uningga ko'nmasang, nima bo'lsam mayli. Senmi hayot qolmaysan. Dedi u menga tahdid silib. Amaliyotda u barmoq diska ancha bek xatarlik emas edi. Uningda faqat soniya bilan ikkisining qilishgan paranglari bor. Uning shirkatlardan para olganligining isboti bo'lsa o'ydirmaydi. Vaqt kelib qolsa, men uningga tuhmat qilgan bo'lib qolaman. Shuning uchun amal qilib uningga yolg'ondan maslashib, bu o'tkaldan o'tib, bu yerdan ketishim kerak edi. Chunki kechda Tursunayning uyiga intizorni ilib kelish uchun bormasam bo'lmaydi. Bu uning bilan yarışib qilishimdagi oxirgi fursatım. Bo'ladi xalq aka. Bu ishingizga men yordam qilay. Lekin buni ikkimizdan boshqa hech kim bilmasin. Shundaqla bu oxirgi qitimqisi bo'lsin. Qani aytinga, sizga nima ish qilib bersam bo'ladi? So'radim men uning maqsadini bilmoqchi bo'lib. Ha, yigit, endi aqlingni topding. Sen boshqa ish qilsangmi bo'ladi? Faqat uning bayirni menga aniqlab berishing kerak. Ya'ni uning shahardan ayrilgan vaqtini. Chunki shahar ichida qo'lsang'ili bo'lmaydi. Sen bugun borgan yer eng muvaffaqiyat qiladi. Shu yerning o'rnini bilamsan. Voy yo'q aka, ular bek ehtiyotchankan. Meni o'zining mashinasiga silib ko'zimni tingib qo'ydi. U yerning nariligini uqmayman, dedim men rostga qilib. Ha, mundaqda. Lekin sen bu ishni qila olaysan. Chunki sen odatdagi odam emas. Uning telefon nomerini kirgizib, o'rnining nada ekanligini aniqlab ber. Dedi u qo'l kompyuterini oldimga ishtirib qo'yib. Uning hozirning o'zidili bundaq deyishini o'ylab boqmabdi ekanman. Hozirlimi? Mening qilmasam bo'lmaydigan jiddiy ishim bordi. Atigicha bo'lsin. Senlik qilma. Men sening nima o'ylayotganligingni bilmaydigan yerda emas. Hozir sen uchun hayotingni qutqizishdan boshqa yana qandoq zarur ishing bor. Tez bos. Dedi u mening maqsadimni bilib qolgandek. Aka, bu sizning nima deganingiz? Bu undaq asoyish emas. Bu kompyuteringiz bilan bir ish qilib bo'lmaydi. Uning ustiga uning telefon nomeri orqali o'rnini belgilamoqchi bo'lsak, uning uchun maxsus bir program yasab chiqishim kerak. Uni birdamda yasab bo'g'ilib bo'lmaydi. Uning ustiga bu qonunsiz mashg'ulot turbi xatarlik tekshirish o'rnidagilar bilib qolsa, birdamda mushiyaga kelib, hammamizni elib ketadi. U chaqda sizmi maqsadingizga yetolmaysiz. Konlarning sabr qilsang, o'rdan holib bitar degan gapi bor. Obdan bildigansiz. Shuning uchun bir necha kun ta'xir qilishingiz kerak, dedim men uni niyatidan yondirmoqchi bo'lib. Ha, bu gapingning asosi bor. Bo'ladi, sening deginingdek bo'lsin. Sana faqat 2 kun muhlat beraman. Bu jarayonda men degan vazifani to'liq tamomlashing kerak. Sen mansang bo'ladi. 2 kundan keyin mening odamlarim seni og'ili bordi. U shundoq degunicha odamlarga meni opirib qo'yishni buyurdi. Bu yerdan qutulganim xushal bo'lib, uf degunimcha yenik tinib qo'ydim. Xoliqning odamlari ko'zimni tingib, meni cho'ng yo'lga elib chiqib qo'ygandan keyin men mashina bilan ularning ko'zini yutganga qadar saqlab turdi. Kun o'ltirishga ozliq qolgan bo'lib, men yuqori suratli yo'lda mashina bo'lishiga haydab, 1 soatga yetmagan vaqt ichida yangi taraqqiyot rayonidagi yangidan silingan oyliklar rayonining oldiga kelib mashina to'xtatish maydoniga qo'yib qo'ygandan keyin Talla bozordan ozroq yal yemish va gul do'konidan bir dasta gul setib olib, Tursunay Undizorda yo'llab bergan adres bo'yicha uning uyini tepib eshikni chekdim. Ichidan Tursunayning Mana.
degan zil ovozi anglanib, eshik ochildi. Vah, kasofat. Davatdim ichimda Tursunayning badallarini liqqida siqib kaltiyan gangsirning o'yim yoqisidan yerimi chiqib turgan oppoq ko'ksiga qarab. Chunki bugun u ko'zimga boshqacha latofatli ko'rinib ketgan edi. U mening o'ziga tikilib qolganligimni ko'rib, villada qizirib, ishtik gangsirning oldini yuqori ko'targandan keyin meni uyga kirishga taklif qildi. Uning uyi yolg'iz bir ayol kishiga nisbatan haqiqatan cho'ng edi. Uyning bizilishi odatlikcha bo'lgan bilan o'rinlashtirishi bakliratlik ham pokiz edi. U gulgamroq bo'lsa kerak, darajasidagisidan tortib, hatto to'nglatqining usti, televizor ishkobi qatorliq yerlarning hammasida rangarang gullar ko'zga tashlanib turardi. Mehmonxona uyga yo'g'on 6 kishilik kreslodan birisi qo'yilgan bo'lib, uningda intizor meni ko'zimni ko'masga silib, televizor qarab o'tirardi. Yaxshimisiz intizor? Qilgan ahmoqona ishlarimdan sizdan kechirim so'rayman. Men shundoq deganimcha qo'limdagi gulni uningga sundim. İntizar bo'lsa, men qarab tomsiyib, qiydab boshqa yoqqa qarab oldi. Hay, sizni gap qilishni uqmaydi ekansiz deysa, kiribli qilgan ishimdan kechirim so'rayman deysingizlar, tugamda. Uning ko'nglini ranjitgandami tuzak ranjitibsiz. Uningga buningdan keyin unda qilmaslik to'g'risida va'da berib, ikki-chig'iz yaxshi gap qilmamsiz. Dedi Tursunay menga ko'z orqali ishorat qilgach. Ha, bo'ladi. Men shu sahrada cho'ng bo'lgan. Shunga mushundaq tomtoqli gap qildigan bo'lib qopdimi? O'zimni o'ylab xijil bo'ldim. Lekin tasli qoldim. Uning bir tipki bilan erlikimdan ayrilib qoldim. Umrimda azaldan bundaq tayoq yeb baqmaganman. Dedim men bichorlarcha. Bu gapimni anglab intizor og'zini tutqunicha yeniga qarab oldi. Bilishimcha u kulib O'qdan qitdi. Agar men bo'lgan bo'lsam, rasmiyni shunday qilib qo'yatdim. Ha, bundan endi bildim. Shundaqligingizdan sizni arammagan gap, dedim chaqchaq qilib. O'tib beray, nadiki gapni qilmay. Men tamoq qilib chiqay. Sizlar paranglashib Tursunay shundaq deb menga ko'z yumushlab, intizorni ishorat qilib qo'yib, oshxonaga kirib ketdi. Men intizorga qandoq gap bitishimni bilmay, tuyuqsiz yiliqi intizor degan naqsh esimga keldi. Va barliq hissiyotimni qo'yib o'tib, mung ovozda aytishga boshladim. Senden söygü so'rasam nigar. So'zlarimdan bomma bizar. Visolingga talmirib kutdim. Manga söygü bergin intizor. Ko'zimni yumilib, naqshi aytaveribdiman. Naqshi oxirlashib chavak chilinganda ko'zimni ichib, men qarab o'ltirgan Tursunay bilan intizorni ko'rdim. Kechiringlar. Hayajondan o'zimni bosolmay qopdiman, dedim o'ng'aysizlanganimcha. Yo'q, hech qisi yo'q. Qaraganda bu naqshini intizor uchun yezibsizdan, ha? Dedi Tursunayim sho'xlik qilib. Albatta, intizorim uchun yozmasam, kim uchun yozma? Dedim, men uning gapiga javoban intizorga qarab qo'yib. O'tib beray. Sizning chiroyingizga qarag'imi yo'q? Intizor shundaq degunicha tumshuqini to'lg'ab, boshqa yoqqa qarab oldi. Bu chaqda Tursunay menga ko'z ishorasi qildi. Xotin, yo'q. Intizor, xafa bo'lmang. Iliq kunsi yaxshi qilmabdimi? Shu gunoyim uchun meni nima qilsangiz mayli. Bo'ldi, oz gap qilib. Ish qilib men bilan yaxshi o'tarmikin deb ham xiyol qilma. Agar atrofimdagilardan xijil bo'lmagan bo'lsam, kashingizni to'g'rilab qo'yatdim. Dedi u gapimni tatib olib. Voy xon, kashingizni to'g'rilab qo'yatdim dang. Mana gap ishib ketdi juma. Tursunay xonim, bu yerda sizmi turibsiz? Menmi bir erkak. Meningmi erkaklik g'ururim bor. Har qanday ishqa bo'ldi davatimi, lekin g'ururimga tegib qolsa, kim bo'lishidan qat'iy nazar qarab turmayman. Har qanday munosabat loyiqida bo'lsa deyman. Garchi ikkimizning o'tirsidagi farq zo'r bo'lsa-mu, odamiylik nuqtai nazardan aytganda biz hammamiz o'xshash. Faqat bizni ayirib turayotgani huquq, mal dunyo xolos.
Bu dunyo bizga mangu taalluq emas. Shuning uchun hayotligimizda söyganlarni söyib, ketganlarni uzutib, pushaymon qilmagudek, boshqalarni umidsizlantirmagudek yashash kerak. Men shundoq deb birdan nazariya so'zladim. Ohay, natiq yigit. Xeyli so'zlab qo'ydi ekansiz, jama. Dedi Tursunay o'xshagan birligan puloni oldimizga qo'ygach. Esingizda bo'lsin Ziya. Ikkimiz haqiqiy er-xotin emas. Ayni chog'da biz tuzgan to'xtamda aniq deyilgan. Siz to'xtamga xiloflik qildingiz. Kimni yaxshi ko'rish, kimni yaxshi ko'rmaslik o'zimning erkinligi. Lekin bu qitim men yanada keng qo'rsaqlik qilay. O'tgan ishlarni salovat qilayli. İşlarning nega berib, nega to'xtashini bilmaymiz. Meningmi o'zimga tushliq besimim bor. Noma'lum bir shirkat biz bilan raqobatlashib ketib bordi. Ularning aniq maqsadi nima ekanligini uqmayman. Oldingi qitimmi dadam sizdan cho'ng umidlarni kutgan edi. Garchi uning kutgan yerdan chiqolmasangizmi, shirkatdagi bizga sotqinlik qilgan odamni tepib chiqdingiz. Bumi sizning cho'ng tuhbangiz. Dadam texi ikkimizning o'rtasidagi munosabatni uqmaydi. Shundaqla bu munosabatni mushu uchimizdan boshqa hech kim uqmaydi degan gap. Lekin bundaq o'tsak aman bir kuni oshkorlanib ketish turgan gap. U vaqtda jamiyatda biz uchun foydasiz, nachar inkaslar ko'paydi. Albatta, meningmi bundaq o'tkim yo'q. Har ishlarni vaqt belgilaydi. Shuning uchun hozir mendan ortiq narsa talab qilmaysiz. Siz shirkatda menga yordamlashib, o'z majburiyatingizni ado qilsangiz bo'ldi. Bu ishlar to'liq oxirlashgan vaqtida men siz rozi bo'lgandek javobni berman. Dedi intizor tamkinlik bilan. Yigirma yettinchi qism. Buludu intizor. Digeldiringizga tamamen qo'shilaman. Lekin heliqidek mening g'ururimga tegadigan gaplarni endi qilmang. Men siz bilan tanishmasdimmi, kunlarimni yaxshi o'tkazib kelgan. Lekin siz bilan bu saxt to'yni qilgandan boshlab turmushim tubdan o'zgarishga boshladi. Hatto bir nechalar meni setib olmoqchimi bo'ldi. Chunki ular men orqali sizlarga taqobil qilmoqchi ekan. Men chiroyli rad qildim. Hatto tasli qoldim, jinimdan ayrilib qolg'ili. Yelima aql ishlatib, ulardan qutulib chiqdim. Shundaqdimi, hozirgacha ularning parakandichiligidan qutulib bo'lmadim. Balkim bu ishlarning hammasi oxirlashish bosqichiga berib qolgan bo'lishi mumkin. Nima? Nima da'vatsiz? Rost shundaq ish bo'ldimi? U kim o? Saniya emasdi? So'radi intizor gapimni to'xtatib qo'yib. Asli bu ishlarni sizlarga aytmaydigan. Lekin endi aytmasam bo'lmaydigan o'xshaydi. Saniyaga haqiqatan uval bo'lgan. Shunlashqa u mush yo'l orqali o'lchanmoqchi. Yolg'iz ular emas, sizlarning bu shirkatga ko'z tikib turgan xeyli odamlar bor. Zadi shundaq bo'lishini bilatdim. Lekin sizning Saniyaga uval bo'lgan degan gapingizni tushunamadim. Siz uningga setilib ketmagansiz? Dedi intizor gumon nazari bilan menga qarab. Nimalarni da'vatsiz? Men texu darajada vijdonimni yo'qotib boqmadim juma. Lekin ba'zida amalsiz qolgan vaqtlarimda yolg'ondan moslashib qo'ydim. Lekin sizga desam, bu ishlarni faqat sizlar hal qila olasiz. Ya'ni shunday haqoratlik qilib, bo'yin to'lg'ab yursangiz o'zingizga foydasiz. Aslida ba'zi bir ishlarni sizga demaslikni qaror qilgan, lekin hozir demasam bo'lmoqdek. Tursunay xonimmo jiqishlarni biladi. Uningdan xotirjam bo'lsak bo'ladi. Men hozir bu yerda uning nima uchun mundaq muomala qilganligining sababini deb beray. Aslida Saniyaga dadingiz askilik qilgan. To'xtang Ziya. Dadam uningga askilik qilgandek nima qildi ekan? U har doim dadamni qoqti so'qti qilib, nurg'un iqtisod to'plab oldi. Dadam yana nima qilib bersa bo'ladi? Dedi u gapimni uzib etib. To'xtab turing intizor, gapimni bo'lib o'tmang. Dadingiz uningga qandoq askilik qiladi? Odam qilmagan ishni qilibdi. Sizmi bilasiz?
Saniye gerçi siz bilan bir qo'saq bo'lmasimi, bir dadining bolalari. Qandaq odam o'zining qiziga ashundaq muomala qiladi. Ayinchog'da mardalidir, kayflikda uning nomusiga tegibdi. Nima? Jo'ylima. Qandaqsiga? Dadam herkes undaq qilmaydi. O töhmet qipti. İntizar shundoq degunicha o'rnidan turib ketdi. Bo'ldi, hayajonlanmang. Ahvol mushundoq bo'lg'achqa, dadingiz uning har qanday talabiga rioyishlik bilan qo'shilib kelgan. Yana bir gapni deb qo'ysam, uning g'oyib bo'lgan dadasi paydo bo'libdi. Subat asli uning biqib olgan bolasi ekan. Bu shirkatga maqsadlik kelgan ekan. Necha vaqtdan ularni ba'zi maxfiyatliklar bilan ta'minlab yurgan bo'lsa-mu, lekin cho'ng ish qilinmabdi. Bugun meni izdidi, Ashiyadan keldim. Dadingizning qilganlari rostkan. Agar menga ishonmasangiz, dadingizdan so'rab yiqing. Balkim u mutaxichi vijdon azobida azoblanib yurgan bo'lishi mumkin. Hozir bu ishlarni o'ngshaydiganning birdan-bir amali siz Soniya bilan ko'rishsangiz bo'larmiki? Dedim men uningga tushundirib. Siya, bu gapni rostlayaptamsiz? Acaba tarqalib yurgan gaplar rostkan-da? Dedi Tursunay bir narsani o'ylagandek. Qaysi gapni deysiz? Men demoqchi shu. Ba'zilarning deyishcha, xeyli nomatqi bir odam Saniyaning nomusiga tegibdi. Saniya bu ishlarni inkos qilmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, lekin u odamning obro'yini deb to'xtab qopdimishki. Dedi u ikkilimizga tan qarab. Yo'q. Yo'q, bu mumkin emas. Dadam herkes undaq qilmaydi. Men undaq bo'lishiga ishonmayman. Sizlar meni aldayapsizlar. İntizar shundoq degunicha esa deb yig'lavetdi. Bo'ldi, yig'lamang. Buningda ma'lum bir sabab bo'lishi mumkin. Uning sababini faqat dadingizlar biladi. Agar Soniya bishidan o'tkazgan ishlar sizning beshingizga kelsa qanday qilardingiz? Shuning uchun siz Soniyani aktivlik bilan izlab, uning bilan ko'rishib, bu masalalarni chiroyli hal qiling. Xotirjam bo'ling, yiningizda men bor. Qolgan ishlarni uyga borganda sizga tafsiliy so'zlab beraman. Hamma ishlar o'ngshilib ketadi. Men shundoq deb uningga tasalli berdim. Biz Tursunayning uyida kech soat 10largacha o'ltirib qaytib chiqdik. İntizar tak uyga borguncha bir yig'izmi gap qilmadi. Yana bir gap İntizar. Bu ishlarni Bayotin Tursunayning oldida deyish sal qulaysiz bo'lib qoldi. Hozir Soniyadan boshqa yana bir tahdid bor. U bo'lsa-mu, Savdo sanoat ma'muriy boshqarish idorasining boshlig'i Xoliq. U Soniyaga zaharli qo'lni sanmoqchi. Dedim men uyga kirib bo'lgandan keyin mehmonxonada o'tirib. Nima? U nemish qundaq qilg'idi? Endi bu odam paydo bo'lib qoldi-ku. So'radi u qo'shimsini turib. Bu ishlarning sababchisi yana Soniya. U Xoliq orqali sizlarning shirkatning ishiga har jihatdan to'sqinlik qilib kelgan. Esingizda bormi? Texnik haftaning oldida tarmoq shirkatining tijorat boshlaydigan ishida u rasmiyatlarni bizga bijirib bermagan. Keyin bijirib berdi, buning sababini bilamsiz. Chunki men Soniya bilan u ikkisining bir maxfiyatligini bayqab qilib, uningga tahdid soldim. Lekin shu sababdan jinimdan ayrilib qolib tas qoldim. Hammaning xatarligi ashu. U Soniyani ko'zdan yo'qotmoqchi. Nemish qandi? U nima uchun Soniyani yo'q dedi-ki? So'radi İntizar tushunmay. Sizniza gapimni zan qo'yib anglinga. Soniya boshda Xoliq orqali o'lchanmoqchi bo'lib, uning har qanday bema'ni talablariga qo'shilib, uningdan homildor bo'lib qolgan. Ham qo'sqidagi bola orqali Xoliqni tizginlab kelayotgan. Xoliqning uningdan boshqa ko'p yerdan pora olganlik to'g'risidagi ishlarni Soniya biladi. Shunlashqa Xoliq uni ko'zdan yo'qotib, bu andishasini tugatmoqchi. Dedim ko'z qarashimni o'ttirib qo'yib. Nima deydigansiz siya? Shundoq xatarlikmi? So'rdi u jiddiylashib. Albatta xatarlik. Shuning uchun avval siz Soniya bilan ko'rishib, uning bilan munosabatni yaxshilang. Aslida u yaxshi qiz, lekin shu sababli xato yo'lga menib qolgan yeri bor. Men shundoq deb yurib, oxiri intizorni qoyil qildim.
Hem onun bilan ko'rishadigan ishni o'zim bir qo'liq o'g'irlashtirmoqchi bo'ldim. Lekin u yanada qoyil bo'lmagandek turadi. Ish qilib, nimani bo'lmasin, u ikkisini bir ko'rishtirib, masalani oydinlashtirib, kelish oldida turgan xavfning oldini olish kerak edi. Ertasi atiganda o'rnimdan turib nashtilik tayyorlab, ikkimiz birlikda nasht qilgandan keyin tarmoq shirkatga bordik. Men vaqt chiqarib Soniyaga telefon qildim va uning bilan ayrim ko'rishib, maslahatlashadigan ish borligini aytdim. Soniya tushlik tomoq vaqtida o'zining oromgohining ayrimxonasida ko'rishishni aytdi. Albatta, bu yer intizorga tonish bo'lsa-mu, lekin Soniyaning ishkanligini uqmaydi. Tushlik tomoq vaqtida men intizor bilan birlikda uning oromgohiga yetib bordik. U bizni iliq ayrimxonada saqlab turgan bo'lib, intizorni ko'rishi bilan chiroyi o'zgarib, menga savol nazar bilan qaradi. Hayron qolmang Soniya. Men ko'p o'ylanish orqali ishkinglarni yuzturan ko'rishtirishni loyiq topdim. Bundoq bo'lganda oranglardagi uqishmaslikni joyida hal qilib bo'ldi, dedim u ig'iz ichishdan burun. Siz nima qilmoqchisiz ya? Siz bu ishlarni shunchalik oson deb o'ylab qoldingizmi? Uning bilan ko'rishgangilar ishlar hal bo'lmaydi. Qaraganda ahvolni uning deb sizdan a? U menga gumon nazar bilan qarab shundoq dedi. Shundoq Soniya. U menga hammani aytib berdi. Bo'lgan ishlarda dadamning o'rnida sizdan kechirim so'rayman. Dadam haqiqatan to'g'ri qilmabdi. Biz sizga uvol qildik. Shunlashqa bugun dadamning o'rnida sizdan kechirim so'rash uchun keldim. Bu ishlardan mening xabar topganligimni dadam uqmaydi. Lekin siz nimishqa bu ishlarni sir tutib, dardingizni ichingizga yutib keldingiz. Agar siyadan bo'lgan ahvolni anglamagan bo'lsam, hozirgacha sizga o'smanlik qilib keldi ekanman to'q. Tunikin siyadan haqiqiy ahvolni uqqandan keyin ondan sizning uchirgan uvalchiligingizni tushunib ketdim. Agar buning o'rnini to'liqlig'i bo'ladigan bo'lsa, har qanday talabingiz bo'lsa o'rindayman. Dadam yashinib qoldi. U ishlarning nima sababdan bo'lganligini bizmi aniq bilmaymiz. U to'g'riliq dadam bilan paranglashishqimi, ajizlik qilaman. Chunki u mening uqib qolganligimni bilsa, onunğa axir zarbi bo'lishi mumkin. Shunlashqa bugun sizning har qanday talabingiz bo'lsa, o'rindash uchun keldim. Nimali degan bilan u sizning dadingiz, dedi intizor menga qilib bo'g'cha ig'iz ichib. Yo'q intizor, u sizning dadingiz. Ashu ishdan keyin uning mening qalbimdagi obrazi xunuklashgan. Agar menga qilgan ashu muomalani sizga qilsa qanday qilardingiz? Qandaqda o'z pushtidan bo'lgan qizga shunday muomala qiladi. U odam sababli dadamni bizni tashlab ketdi. Apam bo'lsa kasalchan bo'lib tugab ketdi. O'ylab beqma. Bizning oilaning vayron bo'lishiga kim sababchi ekan? Saniya shu gapni qilayotgan vaqtida ko'zidan ikki tomchi yosh chanoqlariga sirg'ib tushdi. 28-qism. To'g'ri dedingiz Saniya. Albatta bunday ishni hech kim qabul qilolmaydi. Lekin siz qabul qilishingiz kerak. Nima degan bilan sizning tiningizda iqvatqini, uningqini, balkim ashkunisi masjidda hoshqalısini uqmagan bo'lishi mumkin. Baya men degandek har qanday qilsaqmi ishlar asli kelmaydi. Shundoq bo'lgandan keyin bütün adovatlarni yuyib atlashib qolsanglar. Elimi bizlar o'zimizga jiq dushman tepib oldik, dedim men ularning gapiga aralashib. Siz gap qilmangsiz ya. Sizning bu ishlarga aralashishga salohiyatingiz to'shmaydi. Siz bo'lsangiz pulning quli. Sizmi intizor bilan uning boyligini deb to'y qilgansiz? Undaq desam, g'ururingizga tegib ketmasa. Lekin tunugunki mardonligingiz meni qoyil qildi. U jihatdan sizga hurmatim bor. Men sizga degan. Mening intizor bilan ishim yo'q. Faqat shu odamning qilganlariga badal to'latkizaman-da. Undaq demang Saniya.
Ziya akşam sizning gapingizni qilib chiqdi. Aslida uning og'zini anglamgan bo'lsam, bir umr sizga o'chmanlik qilib yashaydim. Uning og'zining haqiqiy ahvolini anglagandan keyinla sizga bo'lgan esdashligim qo'zg'aldi. Siz dadamni badal to'latkizaman dedingiz. Va shunday qilish uchun ko'p badal to'labsiz. Hatta o'zingiz xohlamagan bir er kishidan hamildor bo'libsiz. Sizningcha bunday qilishga arsimdi? Siz dadamni mayli qanday badal to'latkizing, sizning qalbingizdagi jarohatlar saqiyamdi. Bu hargiz mumkin emas. Saqaymaq tugul, yana jarohat paydo qilib olasiz. İntizar shu gapni qilayotgan vaqtida Saniya lappida menga qaradi. Hamma ishlarni uningga aytdingizmi? So'rdi u. Ha, Saniya. Hamma ishlarni uningga aytdim. Chunki aytmasam bo'lmaydigan yer kelib qoldi. Siz vatamsiz, boshqalar sizga qasd qilmoqchi. Shuning uchun sizga yaxshi bo'lsin deb hamma ahvollarni uning tafsili so'zlab berib, bu yerga kelib keldim. Nima? Menga kim qasd qilmoqchi ekan? Bilamsiz, tungun siz tutqun qilingandan keyin amalsiz uningdan yordam so'radim. U qo'shildi. Lekin yana siz aqlli kelib ularni ozdirib, men bilan ko'rishdingiz. Lekin men xalqning undaq niyatining borligini bilmaydi ekanman. Men siz bilan ko'rishib qaytgandan keyin men bilan ko'rishib, sizning turishlik yeringizni mendan so'radi. Chunki u shaharchil qo'l silishni xohlamaydi ekan. Men bilmaydiganligimni aytdim. Agar bilgan bo'lsam-mo deb bermaydim. Uning aytishicha, siz uning uchun eng cho'ng xavfkansiz. Yana kelib qo'soqdagi bola ham sizning uning ba'zi bir maxfiyatligini bildiganligingizni aytdi. Agar men uningga yordam qilmasam, tungun saq qaytib kelmaydim. Shunlashqa yolg'on va'da berib qaytib keldim. Uning qo'lidan har balo keladi. Shuning uchun biz ittifoqlashishimiz kerak. Hozir bu o'ttirdagi munosabatni hal qiladigan birdan bir odam dalsiz, dedim. Og'zimdan chiqayotgan gaplarga hayronlik bilan qarab qolgan Soniyaga qarab. İntizar bo'lsa, Soniyaning chiroyidagi o'zgarishlarga diqqat qilib turardi. Bu itning bolasi. Asli maqsadi mundaq ekan-da. Xat to'xtab tursin. Qanday qilamanki? Dedi Soniya jo'zig'imshlab. O'zingizni bismillah Soniya. Bu ishlarni bamaslahat bir taraf qilaydi. Bizning faqat birlik qitimlik fursatimiz bor. U bo'lsa-mu sizni yamchiq qilish. Biz bir qitimlik harakat o'rlashtiraylik. Hem şu orqali hamma ishlarni hal qilaylik. Masalan, qanday qilib? Dedi Saniya, gapim tugmay turibla. Aldirmang. Men uningga 2 kundan keyin javob berma degandim. Uningga sizning turalg'uyingizni topganligimni, o'zini boshlab bordiganligimni aytsammi ish bitdi. Ashiyaga borganda hamma ishlarni bir taraf qilamiz. Sizda uningga oid isbotlar bo'lib qolsa, hammani tayyor qilib qo'ying. Özümün ağzımdan nima chiqayotganligiga o'zimni hayron qolgan edim. Chunki bu aql tuyuqsiz kallamga kelib qolgan edi. Shundoq qilib, bugungi uchrashish nihoyat muvaffaqiyatli bo'ldi. Soniya bilan intizor yarishib qoldi. Lekin Soniya yanılı marda liderini kechirmaydigandek qiladi. Demisimi bundaq ishplaslikni kimmi kechira olsin? İntizor tunugun kechdan boshlab boshqacha bir odam bo'lib qolgan bo'lib, nihoyat shuklab ketgan edi. Balkim dadisining ishi bek ta'sir qilgan bo'lsa kerak. Bo'layotgan ishlarga ishongim kelmayotdi Ziya. Acaba men shundoq oq ko'ngil, kuyimchan deb o'ylagan odam ashundaq rezil ishlarni qilib yurganmidi? Dedi u biz qaytib mashinaga chiqib bo'lgandan keyin. Hozir biz bu ishning tafsilotini aniq uqmaymiz. Aldirab hukm chiqarishga bo'lmaydi. Sizmi bu ishlarni ortiq o'ylab ketmang. Dedim uningga tasalli berib. Rahmat Ziya. Biz uchun xeyli ishlarni qilibsiz. Agar siz bo'lmagan bo'lsangiz, menga o'chmanlik bilan o'tib ketadiganman to'q. Agar Saniya dadamni kechirvasa, bütün şirketni berishga men rozi. Men yana bir ishni sizdan o'tinmoqchi bo'lyapman.
voy takallub qilmang intizor. Nemish bo'lsa davering, dedim men aktivlik bilan yaxshichaq bo'lib. Bu qitim Xaliq bilan Saniyani ko'rishtirdigan yerga menimi elib bassangiz. Nima? Siz bu yerda nima ish qilsiz? Bu ishlar baxatarlik, dedim men rad qilib. Onu bilaman siya. Lekin shu kunisi men bir ish qilmoqchi. Lekin nima ish ekanligini sizga hozir aytsam bo'lmaydi. Meni cho'qim elib berishingiz kerak, dedi u gapida ching turib. Menmi amalsiz ma'qul bo'ldim. Lekin uning nima ish qilmoqchi bo'lganligi menga qorong'u edi. Shunday qilib, planimiz mukammal bo'lishi uchun bu ishlarni uchimizla bilib qoladigan bo'ldik. Xaliqning menga bergan muhlatni to'shib bo'lguncha u bir necha qitim telefon qilib meni aldiratqil turdi. Chunki u bu ishlarni tezroq oxirlashtirib, xotirjam bo'lishni o'ylab, ko'ranglab yuradigan kunlarning oxirlashib qolganligini xayoligimga keltirmagan edi. U menga belgilab bergan muhlat kuni Saniya menga sayohat o'rnidagi uyni avatib berdi. Men Xaliq bilan ko'rishib, 4 mashina bilan 10 necha odamni elib yo'lga chiqdim va yo'lga chiqishdan burun intizorga uchur qilib etdim. Uning nima ish qilganligini hozirgacha bilmaydim. Biz oldingi qitim men mashina to'xtatib qo'ygan yerga kelib, o'rin belgilash sistemasi ko'rsatib yo'l bilan tog' ichiga qarab ilgirladik. Iliq kunisi ko'zim ting'iliq bo'lg'achqa yo'llarni toza aniq ko'ramagan bo'lsam-mu, lekin yo'lning yo'linishi bo'yicha o'rin belgilash sistemasiga agishib, ayol bo'lmayla Saniyaning dachisining darvozasi oldiga yetib keldik. Va mashinani o'rmonlik ichiga to'xtatib qo'yib, odamlarni darvozaning ikki tarafiga yo'shirib qo'yib, darvozaning knopkasini bosdim. Ayol o'tmayla sirtni ko'rish to'shikidan birisining bishi ko'rinib, mening kelganligimni jazmlash tugandan keyin darvozani ochdi. Darvoza ichilishi bilan ikki tarafda yo'shirinib turgan Xaliqning odamlari Muxtarning boshchiligida qo'liga kaltak olgan piti bosib kirdi. Lekin ular darvozaning kirishiga 20 necha odamning qo'rshovi qoldi. Shundili Xaliq o'zining qiltaqqa tushganligini faraz qilib, menga qarab g'azab bilan vaqirdi. "Vo, itning kuchki. Menga satqinlik qildingmi?" "Buni o'zingizdan ko'ring. Buni men qilmadim, balki o'zingizga o'zingiz qilib oldingiz", dedim men ta'na qilib. "Uringlar!" Xaliq shundoq degunicha odamlarga buyruq qildi. Lekin az sonliq ko'p sonliqqa qandoqmi tang kelalisin? Dachining ichida qiyochiya boshlanib, qo'ldagi kaltaklar birisi-birisiga tegishga boshladi. Nechtisining boshlari yerilib, nechtisining put-qo'li sunib degandek, oxiri Xaliqning odamlari bo'ysundirildi. Bu jarayonda Saniya bilan uning dadasining qarasimi ko'rinmadi. Men ularni ko'mgan sir tashvishlanib qoldim. Saniyaning odamlari Subatning buyrug'i bilan Xaliq va Muxtarni bog'lab, dachining ichidagi yo'g'on zalga ilib kirdi. Xaliq bog'laqda turib, qoyil bo'lmagandek menga g'azab bilan tikilgan edi. Dal shu vaqtda saqchi mashinasining ovozi anglanib, dach qo'rosiga bir necha saqchi mashinasi kirib keldi. Buni ko'rib men bakilib jiddiylashdim va saqchi mashinasining keyindagi mashinadan tushib kelayotgan Saniya bilan uning dadasini ko'rib, g'amandisham biroqla ko'tarilib, xotirjam bo'lib qoldim. Aslida Saniya menga o'rin belgilash uchurini avatib bo'lgandan keyin yaqin atrofdagi saqchixonaga berib, ahvollarni inkos qilgan ekan. Shunday qilib, saqchilar Xaliqning odamlari bilan qo'shib ilib ketdi va vaqt kelganda bizlarni chaqirib, bo'g'ashlar to'g'riliq yozma isbot bilan ta'minlashimizni aytdi. Saniya hamma ishning oldini ilib, Xaliqning parxo'rligidan tortib, isbotning hammasini ularga topshirib bergan ekan. Yaxshi qildingiz ya. Bu ishda sizga rahmat aytaman. Agar siz meni xabarlantirmagan bo'lsangiz, bu zaharlik yılanning ziyonkashligiga uchraydi ekanman to'q. Bu ishda puxadan chiqdim. Lekin u shundoq deb gapini to'xtatib oldi. Ammo uning nima demoqchi bo'lganligi g'amkin ko'zlaridan ifodalanib turadi. Chunki u Mardanning ishini hech qabul qilolmayotdi. Albatta, uni qandoqmi qabul qilsin? Bo'ldi, rahmat etmang. Bu ishlarning hammasini men intizor uchun qildim. Yigirma 29 qism.
Agar menga rahmat aytmoqchi bo'lsangiz, men degandek qiling. Barcha adovatni unutib ketding, dedim uning inkosini sinab boqmoqchi bo'lib. Bu nima degina o'g'lim? Acaba sen osh paskashlikni kechirayotgan demakchimi? Dedi uning dadisi menga tikilib qarab. Tag'a, har qanday qilgan bilan ishlar asliga kelmaydi. Endi raqobatlashadigan ishlarni tugitib, o'zlarimizning taraqqiyotimiz uchun boshqa turayli. Bu ishlarni Saniya bilan biz deyishib bo'lgan. Shundaqmi Saniya? Dedim Saniyaning ko'ziga tikilib. Saniya nima deyishini bilmay arsalda bo'lib turgan vaqtda dachining ichiga Marda lider bilan intizor kirib keldi. Saniya dadisi Marda liderni ko'rib, u xumsi, noahli degunicha uning qarab itildi. Men tezlik bilan uni tutib oldim. Intizor? Bu sizning nima qilganingiz? Bu yerga nima ishga keldingiz Sonya? Dedim uning nima qilmoqchi bo'lganligini tushunmay. Chunki uning Marda liderni bu yerga olib kelishini o'ylab boqmagan edim. Bu yerda Saniya, Subat va Saniyaning dadasini ko'rgan Marda lider qizning o'zini bu yerga nimaga olib kelganligini tushungandek bo'ldi. Aslida intizor bo'g'a ishlarni dadasiga demasdan bu yerdagi bir dachining sitildiganligini, o'zining yoqtirib qolganligini aytib birga olib kelgan edi. Uning maqsadi bo'lsa, haqiqiy ishlarni oydinlashtirib, bu ishlarni oxirlashtirish edi. Qaraganda intizormi bu ishda qat'iy niyat kelgandek qiladi. Bu ishlar bilan munosabatsizlar chiqib tursin. Dedi intizor Saniyaga qarab. Saniya uning nima qilmoqchi bo'lganligini bilmasimi, Subatni odamlarni elib chiqib ketishga buyurdi. "Menmi chiqib ketay? Bu sizlarning ishinglar bo'lgandan keyin." Men shundoq deb chiqib ketmoqchi bo'lib, keynimga o'rilishimga intizor meni to'xtatib oldi. Yaxshi-ya. Siz yot odam emas. Bilib qo'ying. Ikkimiz er-xotin. Buningdan keyin ham shundoq. Bu ishlarning hammasi sizning sababingizdan oshkorlandi. Shunglashqa siz oxirigacha bu yerda bo'lishingiz kerak. Endi maqsadga kelsak, Saniya dadamga tuhmat qildimi yoki bu haqiqatan rostmi? Buni dadam o'zi tushuntirib bersin. Dedi u Marda liderga tikilib turib. Marda lider qizning bunday qilishini azaldan o'ylab boqmagan bo'lsa kerak. Uning ustiga qizining hamma ishlardan xabar tepib bo'lganligini bilib, numus kuchidan yerga kirib ketgidek bo'lgan edi. Meni kechiringlar. Men odam qiladigan ishni qilmadim. Bu ishlar to'g'riliq. Har minut, har sekund azoblanib keldim. Har qancha qilsammi, o'rniga kelmaydiganligini bilaman. Osh kechsi, mastligimda xiyoliy tuyg'uning ta'siri bo'lsa kerak. Siz ko'zimga opangizning o'rnida ko'rindingiz. Shuning bilan o'zim bilib bilmayla bu xatolikni sodir qilibman. Men bu xatoliqim uchun necha o'lsammi, o'rniga kelmaydiganligini bilaman. Lekin men shunday qilishni loyiq topdim. Marda lider shundoq degunicha yugurib borgan peti keyindik tomga barliq kuchi bilan birini usib o'ngdisiga yiqildi. Uning beshi yerilib, beshidan oqqan qon atrofga yeyildi. Men uni to'sib olmoqchi bo'lgan bo'lsam, ulgurmay qoldim. Intizor bo'lsa, "Dada!" deb vaqirg'inicha uningga o'zini otdi. Saniya bo'lgan ishlarga qarab chakchib turibli qolgan edi. "Tez, chaqqan bo'layli. Tez doktorxonaga ilib borayli." Men shundoq deb vaqirab, Saniyaning dadasi bilan birlikda hoshsiz yotgan Marda liderni ko'tarib, tezlik bilan mashinaga silib doktorxonaga yurib ketdik. Intizor doktorxonaga borguncha dadasining beshida yig'lab o'tirdi. Biz tezlikda shaharlik doktorxonaga yetib keldik. Doktorlar uni jiddiy qutqizishga ilib kirib ketdi. Saniya yig'lab o'zini tutolmayotgan intizorga tasalli berib atdi. Uning dadasi bo'lsa, doktorxona koridorida uyan-buyan minib yuradi. Bir necha soat jiddiy qutqizishdan keyin Marda lider operatsiyadan chiqdi. Lekin mas'ul doktorning degan gaplari hammalarni jiddiylashtiribdi. Chunki tekshirib diagnoz qo'yish orqali Marda liderning ming'isi qattiq silkinib, xotirasini butunlay yo'qotganligini,
asliga kelish mumkinchiligining 1% ekanligini, ming talalarning ig'ir zahmiga uchrab, hatto gap qilolmaslik mumkinchiligi borligini aytdi. Lekin u qalbidagi azobdan xalos bo'ldi. Endi u o'tgan ishlarni o'ylab azoblanib yurmaydi. Lekin Soniyachu har qitim uni ko'rganda azoblanmasmi? Marda lider o'shiga kelibmi ularning hech qaysisini taniyolmadi. U xuddi yot odamlarni ko'rgandek ularga yitirqash ichida qaraydi. Mijozimi xuddi kichik boldek bo'lib qolgan edi. Kechiring intizor. Men qalbimdagi o'chmanlikni deb dadangizning bu oqibatga qilishini o'ylab boqmabdi ekanman. Dedi Saniya shu ish bo'lib bir haftadan keyin doktorxonaga yo'qlab kelib. Undaq demang Saniya. İkimiz yanılı qeyrindosh. U qilganlari uchun badal to'lab bo'ldi. Endi uni kechirib etdi. Dedi intizor uning qo'lini tutib turib. Gerçi bu ishlarni menga unutmasammi, yanılı reallikqa bo'ysunishga majburman. Men hozir siz bilan xo'shlashqili keldim. Men dadam bilan bu shahardan ketmoqchi. Asli Subat bilan to'y qilib, mushu shaharda qilib, uningdan keyin ketmoqchi bo'lgan edim. Lekin xushallik kunimga o'tmishimning amroh bo'lishini xohlamadim. Telefon nomerim o'zgarmaydi. Aloqalashib turayli. Ziya, sizga rahmat. Intizorning sizdek yigitga yo'liqqani uning baxti. Shundaqla sizningmi baxtingiz? Intizorni bo'zaq qilma, uning holiga yeting. Sizgimi baxt tilayman? Subat yaxshi bola. Bundan keyin vaqtingiz chiqsa bu yerga kelib turasiz. Dedim men ortiq takalluf qilmasdim. Chunki uning bu shahardan ketishni tanlashimi oqilona tanlash edi. Shunday qilib Saniya bu shaharga o'tmishlarini qoldirib ketib qoldi. Mardan lider doktorxonada bir oy yetish jarayonida salomatligi asliga kelgan bo'lsa-mu, xotirasi joyida bo'lmag'achqa, kunda yinda aylanib paypitek bo'lib yurgan intizor bilan meni o'zining yiqinlari deb o'ylaydi. Uni doktorxonadan ilib, intizor bilan ikkimiz tutgan uyga elib chiqdik. Chunki uning holidan xabar oladigan odam bo'lmasa bo'lmaydi. U endi o'z mustaqil turmush kechirolmaydi. Shirkatning barliq egilik huquqini intizor o'tkazib oldi. Men bo'lsam uningga yordamchi bo'ldim. Lekin bizning yolg'on er-xotinlik munosabatimiz davom qilmoqda edi. Mana, hashpashtigacha bizning yolg'on to'yimizning vaqti to'shib, 1 yilga qadam qo'ydi. Men yiliq oqshimi uningga parakandichilik sog'andan boshlab, ikkinchi undaq ish qilib boqmadim. Mana bugun dal bizning to'xtamning to'shgan vaqti. Men intizorning nima o'ylayotganligini bilmayman. Lekin faqat yiliq kunisi Soniyaning dachisida biz degan er-xotin buningdan keyin shundaq bo'ladi degan gapi esimda. Mana hozir u cho'ng shirkatning xo'jayini. Men uningga mos kelamdim, kammamdim. Men oxiri uningga ig'iz ochdim. İntizor. Bugun ikkimizning yolg'ondan er-xotin bo'layotganimizga 1 yil bo'pti. O'z vaqtida to'xtamdimi 1 yil deb aniq yozilgan. Qaraganda bugun vaqti kelgan o'xshaydi. Bu 1 yil jarayonida ko'nglingizga azor bergan yerlarim bo'lsa kechirib. O'ylab baqsam sizga bir turmush lozim ekan. Sizning kimni yaxshi ko'rib, kim bilan o'tish erkinligingiz bor. Endi bu munosabatni oxirlashtiraylik. Men shu gapni degan bilan agar u ma'qul deb qolsa qanday qilarman degan andisha dedim. Chunki uningdan ayrilib qolishni xohlamaydim. Bo'ladi. Asli men demoqchi bo'lib turardim. Demisimi sizning 1 yillik vaqtingiz to'shdi. Bu 1 yil jarayonida o'tdan moslashib berdingiz. Shunga sizni qo'riq qo'l qaytirsam bo'lmaydi. Men buni o'ylab qo'ygan. Biz turgan bu uy sizga tava bo'lsin. Uningdan sirt sizga 500 ming yuan naqd pul beray. Sizning ish haqqingiz hisobida bo'lsin. Shirkatda ishlayman desangiz burunqirab qarshi olaman. Dedi u parvosiz holatda. Uning gapini anglab turibli qoldim. Amaliyotda uning ig'izidan bundoq gap chiqishini o'ylab boqmagan edim. Soniyaning dachisida degan gapidan meni o'zining yinda ilib qilish mumkinchiligi bor edi. Lekin hozirgi gapidan uningda azaldan unda xiyolning bo'lib boqmaganligini bilib yetdim. Bo'ldi intizor, hojat yo'q.
Uy bilan pulmu o'zingizga qolsin. Aslida necha oyning oldida bu gapni qilgan bo'lsangiz, xushallik bilan qabul qilardim. Lekin hozir qabul qilolmayman. Şirket ishlash masalasiga kelsak, mening o'ylag'anim bor. Men xizmatimdan istifa berib, yeziga qaytib ketishni niyat qildim. İkimiz ajrish rasmiyatini bijirib bo'lgandan keyin qaytib ketaman. Dedim, yana bir qitim uni sinab bakmoqchi bo'lib. Unda qilsangizmi mayli, lekin mendan yomonlama. Agar keyingi kunlarda ojidangiz tushib kelib qolsangiz, qo'lim ko'ksimda. Bo'ladi, bugunla berib rasmiyatni bijirib etayli. Dedi u hech bo'lmagandekla. Uning bu gapidan yana bir qitim umidsizlandim. Qaraganda uning ko'nglida men yo'q ekanman. Bo'ldilar. Men shularni o'ylab, uning bilan birlikda xalq ishlar idorasiga berib, ajrashishni iltimos qilib tizilib bir taraf bo'ldik. Mening uningdan ayrilishga ko'zim qiymayotdi. Shunday qilib, yuk taqlarimni yig'ishtirib yeziga qaytmoqchi bo'ldim. Amaliyotda bu shahardan ayrilg'im yo'q edi. Lekin amal qancha? Uning har qancha yaxshi bo'laman, ko'ngilni utaman deb utanmasan. Hozir yonimda yiliq chaqda Saniya bergan 200 ming yen pul bilan necha vaqtdan o'zim ishlab topgan pulni qo'shsam, xeyiljiq pul bo'lib qopti. Bu pul bilan yezidan bir zamin setib olib tijorat qilsam bo'ladi. İntizar atdigandila men bilan qo'shishib, shirkatga ketib qolgan edi. Men yuk taqlarimni atdigandila intizar bilan aloqalashib, chaqirib bergan kira mashinasiga bisib, yeziga qarab yo'lga chiqdim. Shahardan ayrilgan chaqda mashina yez yo'liga mangmasdan boshqa yoqqa qarab mangdi. "Ustam, yo'lni xato mangdingiz?" dedim men, uni xato mengib qoldimikin deb faraz qilib. Ha, Fuka. Yo'l xato emas. Mening bir ko'rishadigan odamim bor edi. Shuning bilan ko'rishibla qaytamas. Xotirjam bo'ling. Dedi o'ttir yoshli shoför sababini tushuntirib. Men uning gapini anglab undimadim. Kechadan buyon gadirmash xiyollar ilkida toza yaxshi uxlamgan bo'lsam kerak. Mashinaning ritmli tavrinishi bilan uyquga ketibman. Ha, Fukam, keldik. Bir chaqlarda shoför ustamning "Fukam keldik" degan ovozini anglab, ko'zimni ichibla hayron qoldim. Chunki bu ya men bormoqchi bo'lgan yezi bo'lmasdan sayohat o'rnidagi Soniyaning dachisi edi. "Ustam, bu Hayron qolmang, yigit. Atdigan ayolingiz sizni moshiyaga elib kelishimni topilgan. Endi mening ishim tugadi. Xo'sh. Ha, bu ya haqiqatan chiroyli kenjimo. Sizga baxt tilayman, Fuka. Şoför ustam shundoq degunicha meni hayron qoldirib, yuk taqlarimni tushirib qo'yib ketib qoldi. Men bu ishning tagiga yetolmay turgan vaqtimda dachining darvozasi ichilib, shirkatning kotibi Tursunay bilan yarishimliq uzun ko'ylak kiygan intizor chiqib keldi. Men tingirqab turibli qoldim. Voy, kelingsiz-ya. Ikkimiz bu yerda sizni saqlab turgan edik. Balkim hayron qoldingiz-ku deyman. Mana buni romantiklik deymiz. Bu nimish intizor? Men bu yerda nimish qilaman? Dedim, ko'nglim bir narsani tuygandek hayajon ichida. Acaba siz mushundaqli qaytib ketmoqchimi? Sizni sinab baxtim, qanaq qildikin desam, meni tashlab ketmoqchi bo'lyapsiz. Sizning ikkimiz yangi to'y qilgan vaqtidagi jur'atingiz qani? U vaqtda menga bekli yaqinchilik qilatdingiz. Tunigin qanaq qiladikin desam, men bergan uy bilan pulni rad qilib, qaytib ketishni tanladingiz. Lekin ko'zingizdan men qiyammaslikni ko'rib qoldim. Albatta men sizga qiymayman. Men qasdan siz bilan qerishib ketishingizga qarab turdim. Lekin o'zimni sizni azoblashni xohlamadim. Sho'nglashqa mashina shofiriga sizni mushu yerga elib kelishni topolgan edim. Siz bu dachini tunji qitim ko'ribla og'zingizga tegmay men maqtab bergan edingiz-ku. Mana Saniya bilan telefonda ko'rishib, bu dachini o'tkazib oldim. To'g'risini desam, Saniya bu dachini sizga so'q qilib etdi. Bugundan boshlab bizning xushal kunlarimiz boshlandi. Qanday? Xushal bo'ldingizmi? Dedi u kulimsirab kelib qo'limni tutib. Umrimda bunday hayajonlanib bakmagan bo'lishim mumkin.
uning yumshaqqina qo'llari qo'limga tegishi bilan butun badanlarim o't bo'lib yinib, xushalliqimdan uni mushayadil quchoqlag'im kelib ketdi. Agar Tursunay bo'lmagan bo'lsa, shunday qilishim aniq edi. Men nima deyishimni bilolmay, uning qo'lini qo'yib etmasdan dochining darvozasidan qadam oldim. Dochi darvozasining qishidagi daraxtdagi bir jup qush xuddi bizga baxt tilagandak sayrayotdi.